Xo'p, aka mana zontikdan bir 2 xil 3 xil sveti bor. Bu razmeri 3 ga 3 bo'ladi. Mana bu joylariga masalan firmalarning logolarini qo'yib qo'yish mumkin. O tepasiga ham qo'yish mumkin. Zanglamaydigan metalloviy bo'ladi aka. Mexanizmlari yaxshi. Suv o'tkazmaydi ustidagi materiali ham. Tagida mramor toshlari bo'ladi aka. Buni istagan vaqt yopib mana o'zi yopiladi oson, ruchkasini burasa. Mana shu ligrovkasi ham bo'ladi aka. Mana tepaga, pastga hozir ochib ham ko'rsataman. Mana. Masalan, mana buni eng pastiga tortib qo'ysangiz aka. Qarang qanaqa bo'lib qoldi. Soya qilib turadi mana bu joyda. Kun ertalab bu yoqdan chiqadi-yu. Lekin ko'tarilib qo'yaverasiz keyin mana bunisini.